Oyijon, qarang, u bilan oyijonim berardilar. Voy, nima ekan? Bolam, nimalar berib yuboribdilar oyingizlar? Qani ko'rsatingchi. Qarang, oyimlar ko'ylak, oyoq kiyimlar ham berardilar. Akam iPhone 17 ham berdilar. Biroq xursand bo'lib ketyapman. Oyijon, ochib ko'ramizmi? Qarang, Nodirga sizga narsalar bu yoqda. Rosa zo'r ekan Dinoza, yaxshi kunlaringizga. Rahmat. Bo'lmasa men narsalarimni joyiga qoling. Mayli. Nodira, Hoji, siz birpas to'xtab turing. nega tinchlikmi? Nodira, mana narsalarni sizga olib qo'ydim. Nima bu, oyijon? Buning ichida ko'ylak, sharf, oyoq kiyim, chiroyli kunlarda kiyib yuring, xo'pmi qizim? Voy, rahmat, oyijon. Faqat narsa olib berganimni hech kimga aytmang, qizim, xo'pmi? Xo'p, oyijon, aytishadi-ku, aytishadi-ku. Qizim, lekin buni hech kimga ayta ko'rmang. O'ng qo'lingni berganini chap qo'ling bilmasin deyishgan. Xo'pmi qizim? Xo'p, oyijon, men kiyib ko'rdim, rahmat. Ona, keliningizga nima berdingiz? Bechora xursand bo'lib, bu yoqdan bu yoqqa aylanib yuribdi modellarga o'xshab. Bilasan, kichkina kelinni o'ziga to'xonadondan kelin qilgan biz. Sani ayolingni, uydagilarni sharoiti unaqa emas bolam. Ikkita kelinimni bir-biridan kam bo'lishini xohlamayman, o'g'lim. Onajon, rahmat. Sizni oldingizda Farmon bebi ham xijolat. Umringizdan baraka topsin. Sizdagi qaynanalar ko'parsin bu dunyoda, onajon. O'zingizga ketdi tushunganingga, o'g'lim.